Diqqat! Ertaga O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi e'lon qilindi. Tezda fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat! O'zgidromet agentligi ertaga 2-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 35-40 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 27-32 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi aytilgan. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, ushbu xabardan boshqalar ham boxabar bo'lishi uchun like bosishni unutmang.